بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين إخلاص degani lug'atda tozalash, to'g'rilash ma'nosini bildiradi. Ixlos qildi desa xalos bo'ldi degan ma'nolari ham bor. Ixlos qalbni uning musaffoligini kir qiluvchi har bir narsadan xalos qilishdir. Har bir narsa o'zini kirlantiradigan narsadan musaffo va xalos bo'lsa xolis deyiladi. Alloh taolo o'zining oyatida ixlos haqida quyidagicha xitob etgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ala lillahiddinul xolis. Bas sen Allohga unga dinni xolis qilgan holingda ibodat et. Ogoh bo'lingkim, xolis din Allohnikidir. Zumar surasi 2-3 oyatlar. Allohning diniga ixlos qilish faqat Alloh taoloning o'zini ko'zlab, roziligini o'ylab ish qilishdan iboratdir. Ixlos ibodatning mag'zidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taborak va taolo aytadi: "Men shirkdan behojatlarning behojatiman. Bas kim bir amal qilsa-yu unda menga boshqani shirk keltirsa, men uni ham shirkini ham tark qilarman", dedilar. Imom Muslim rivoyati.